Tiriklik paytida ko'p narsani qadriga yetmaymiz do'stlar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni tiriklik paytida oldilariga faqat talabalar, savol so'ragan asrdan keyin xalq oz borib turardi. Ko'p bo'lardi, ko'p emas endi u qadar emas. Vafot etganlarida 200 mingga yaqin odam keldi janozaga. Vafot etgandan keyin qadrlayveradi odamlar. Bobo Tohirning zo'r she'ri bor. O'zbekchaga tarjima qilganman. Aytadi: "Ey birodar, ko'zlarim hamrohi kel. Do'stmisan menga tiriklik chog'i kel. Sen bilan biz yelkadoshmiz to hayot. O'lganim so'ng xohi kelma, xohi kel."